Yod nima uchun kerak? Yod organizmdagi asosiy mikroelement bo'lib, bu qalqonsimon bezni tiroid gormonlarini ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. Agarda yod yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, demak qalqonsimon bezni tiroid gormonlari kam ishlab chiqariladi va buni hisobiga bosh miyadan ajraladigan o'sha tireotrop TTG degan gormonimiz miqdorini oshishiga va gipotireoz klinikasini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bolalarda yod yetishmasligi nimalarga sabab bo'ladi? Agar bolalarda yod yetishmaydigan bo'lsa, unda embrion payti, ya'ni ona qornida bo'lgan paytda o'z-o'zidan abortlar bo'lishi mumkin yoki tug'ma turli xil anomaliyalar bo'lishi mumkin. O'lik bolalar tug'ilish ehtimoli ham baland bo'ladi yoki bo'lmasa perinatal va o'sha bolalik davridagi o'limlar bunga sabab bo'ladi. Yoki tug'ilgandan keyin kretinizm degan, ya'ni aqli zaiflikkacha boradigan holatlar bilan ham tugashi mumkin bu holat. Kattalarda-chi? Kattalarda yod yetishmovchiligi qalqonsimon bezni turli xil kasalliklari bilan, ya'ni tugunli buqoq, turli holatlar bilan namoyon bo'ladi yoki gipotireoz va uni turli ko'rinishlari hamda aqliy rivojlanishni buzilishi bilan, ya'ni psixomotor buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Yodning kunlik ehtiyoji qancha? Yodning kunlik ehtiyoji yoshga qarab belgilanadi. Ya'ni 2 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz uchun 50 mikrogrammdan hisoblaymiz, lekin bu yoshdagi bolalarimiz ona suti bilan oziqlanganliklari uchun emzikli va homilador ayollar uchun 200-250 mikrogramm kunlik ehtiyoj belgilanadi va onadan bolaga o'tadi deb belgilab beramiz. Bundan tashqari 2 yoshdan 6 yoshgacha, ya'ni maktab yoshigacha bo'lgan bolalarimiz uchun 90 mikrogrammdan hisoblab beramiz. 7 yoshdan 12 yoshgacha 120 mikrogrammdan, 12 yoshdan katta bo'lgan bolalarimizga esa 150 mikrogrammdan kunlik dozada ehtiyojlari bor ularning. Qanday holatlarda yod preparatlari mumkin emas? Yod preparatlarini mumkin bo'lmagan holatlari bu tireotoksikoz holatlarida, ya'ni turli xil toksik buqoqni holatlari, autoimmun tiroiditni tireotoksik fazasi yoki tireotoksikoz holatlarida mumkin emas. Birinchidan, ikkinchidan tugunli buqoq, qachonki bu issiq o'choqli buqoq bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham qarshi ko'rsatma. Hamda TTG, ya'ni tireotrop gormoni 0.5 dan past bo'lishi va 45 yoshdan oshgan bemorlarimizga ham yod qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Agar shunga o'xshash bepul maslahatlarni olishni istasangiz, muntazam ravishda Sir Cardio Service kanalini kuzatib boring.